Assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha do'stlar, bugungi video roligimizda mana bu Manchester City'ning Bernardo Silva'ni o'yinini sinab ko'ramiz. O'yinchimiz Portugaliyalik Premier Ligada o'ynaydi. Oyog'i 5 ga to'r. Hamda Rama degan pozitsiyada ham o'ynashi mumkin. Biz buni 112 likda olgan edik. Biz buni 113 qilib oldik. Ko'rinishini ko'ring. Statistikalari yaxshi. Transfer summasi chiqmagan. Yoki chiqarishmagan. Bu o'yinchini kelinglar biz 25 lik qilib qo'yaylik-da. Definingi yaxshi. O'yinchimiz statistikasini aytib o'tamiz. Pas berish 141 daraja, shooting ya'ni zarba bo'lsa kerak, bu bilmadim tarjimasini. 130 passing bilmadim buni. 174 dribbling 170 defining zashita 116 ga salomatlik 113 ya'ni mana shu yer ko'rganingizdek pozitsiyasi yaxshi. Bizning taktikamizning narxlari 25 bo'lib ketdi. 29. Bu yaxshi degani. Bizda lineker hozirda linekerimizning darajasi 114. Bizda 114 o'yinchilar 1 2 3 4 5 6 ta o'yinchi, bitta 115 lik bor xolos. Keyin 1 2 3 4 ta o'yinchini 114 qilishimiz kerak. Bularga birinchi o'rinda turistdan ketayotgan. Biz hozirda bizning maqsadimiz Glorious erasini ko'rib chiqsak. Bizda hozirda 9 ta bo'ldi. To'g'risi ishlatib qo'ydik buni anchasini. Liverpool mana buni ham oldik. Va bu yerdan yangi o'yinchi olishimiz kerak. Mana bu o'yinchi. O'zi kakras 3 ta qolgan ekan. Uchalasini ham olib chiqamiz. Statistikasi normal. Mana bu haqiqiy Liverpoolning to'g'ri 2005 formasi. Takras bizga kerak bo'ladi, o'yinchilarimizga qo'yamiz va mana buni ham olib qo'ydik. Va bu Liverpoolniki bo'ldi. Endi keyingi hafta Real Madrid kelsa, uni ham olib qo'yamiz. Biz yaxshi yana anaqa qilib qo'yamiz. Buni ham oldik va buni ham oldik. Galeriya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda 315 ta bor. Va bizning maqsadimiz, asosiy maqsadimni aytadigan bo'lsam sizlarga, menga eng kerakligi bu yerda LV va LB. To'g'ri, bu yerda mintagala ham LB bor, lekin buni ola olamiz, bora olmaymiz deb bilmadim-ku. Keyin esa menga 4 ta o'yinchi kerak bo'ladi. Eng asosiylarini aytadigan bo'lsam, bu bitta o'yinchi. Bularni hisob-kitob qilgan bo'lsak 700 ta kerak bo'lar ekan jami bo'lib. Hozirda o'zida mana buni olsak ham bo'laveradi. Hozirda o'zida keling unda buni olamiz. Hop, ko'rdingiz. 2 milliard statistik. Udar. Statistika. Bo'ldi endi. Kiradigan bo'lsak. Mana buni o'zi translationga yarab almashtirib olamiz. Bo'lgan naqalarni.
Qani endi bizning o'yinchimiz 900 taga almashar ekanmiz. Bizda 19 mingta bor. Ana endi buni bir donaga ko'tarib qo'ysak 25 bo'ldi. Va endi buni rankini bir dona ko'tarib qo'ysak bo'ladi. 114. 113 da o'yinchimiz 114 ga aylantirib qo'ydik. Endi bizda 3 ta o'yinchi qoldi xolos. Mana bu Lebana ham boshqa olsak 400 taga olib kuchaytirib qo'ysak bo'ladi. Hozirda bizda almashuv bo'limiga kiradigan bo'lsak, bizda jami bo'lib 25 ta bo'lar ekan. Aslu mayli bo'laveradi, hali ancha bor. Ikkinchi haftalikka Real Madrid o'yinchilaridan 115 ta o'yinchilar kelar ekan. Buni esportning original naqasidan bildik. Dedik. Yaxshi. Kelinglar unda biz. Mana bu ikkita yangi o'yinchilarni sinab ko'ramiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, nimaga videolar sekin chiqyapti? Kasalman. Virus degandek narsa bor ekan, o'shanda qanday virusga chalinganman. O'shanga sal tuzalish sekin bo'lmoqda hozirda. Endi qayerga kirib qoldik? Aytgancha. Keyin esa mavzular topa olmayapman. Qanday mavzuda video qilsam bo'ladi degan savol qiynayapti. Unda ketdik, biz yangi darajaga yuqorilashimiz kerak. Nimani ovozi chiqyapti deyishingiz mumkin. Narsa o'tiribman. Immunitetga olma. Bugun O'zbekiston soati bilan 25-noyabr soat hozirda 3:20 ga qarab ketmoqda. Bugun kechqurun 1 da Barcelona va Chelsea o'yini bo'ladi. Statistika ataksni ko'rib turibsiz. Defining bol o'yinchilarimiz. Uniki, meniki. Aniq va error. Nima qilsak bo'ladi endi? Bu narsa nimaligini tushunmadim. Bossak ishlamayapti, playda bossam. Mayli, videom shu joyda tugadi. Keyingi safar yaxshiroq bo'lganda qilamiz. Omad hammaga.